Borganda yaxshi bo'lardi. Muzdek bir stakan suv, 3 bo'li bolkano. Fizika estetika. Xullas shunaqa. Shirin. Yo'q, buni o'rtalarimga olib borishim kerak. Ular dastavka qilishgan, ular pulini to'lashgan. Demak, ular yeydi. Men shunchaki olib beraman. Menga muhim emas. Yemaymanmi? Unisiga diyetadaman. Semirib ketaman. Chidolmayman. Bitta ochiq qarasa shunaqa emas. Yaxshi ko'rganimdan ekan. Yemiyman. Ancha kutamiz shekilli. Qo'lim-ku. Qornim och qolib ketdi-da. Aziz, Saidazimni pitsaga yuborganimizga qancha bo'ldi? Yarim soat bo'ldi. Yarim soat? Ha, rostdan. Yarim soat bo'pti. Qornim ochib ketdi. Yarim soatda. Qornim ochib ketdi. Men borib olib keldim masallaga. Qaraman pizzaman. Senga nima? Baba urushmaydi bola. Turmashdi. Mashinaga. Qanday bo'ladi-ku? Tinch qo'y. Mashinaga. Aniq mashinaga. O'zi men birinchi boya aytuvdim. Borganda yaxshi bo'lardi. Tohir kerak edi. Tohir borganda yaxshi bo'lardi. Qani yeb ko'ring. Mana qo'limni qo'yib, tezda ko'rdim. Men seni paroda qilmayapman. Kulurma ustimdan tushundingmi? Ho. O'tgan safar esingladami Saidazim yeb qo'ygan yo'lda. Bo'ldi, yaxshi niyat qilish kerak. Bo'ldi, o'ylamalaring. Undan kutsam bo'ladi-da. Qani. Farqoyat keldi-ya. Qani. Qani pitsa? Pitsa. Ber. Beraman. Qani. Tezroq yeling. Seni kutib ko'zimiz to'r bo'lib ketdi. Qatta qolding, nima bo'lib ketdi? Qornim ochib ketdi. Yo'la probka ekan-da. Probka. Nima deysan? Gayli odamlarga o'tyapti. Yo'q. Xullas Jamila. Saidazim tag'in butun keldimi ish qilib, ha? Endi haligi. Aqalma menga qara, javob ber. Haligi Ber bu yoqqa, men och. Olib kel. Qo'ldan ochib ketdi bari.
Qani. Voy. Qani pitsa? Qani pitsa? Ha, gapsa mazali ekan-da. Yo'q. Shunday men ochuvdim-da, bilmasdan yeb qo'yimman. Nimaga yeysan? Sen bu yoqqa Umid, jim, urma. Lekinchi tamlet berishim mumkin. Voy. Tovuqi bor ekan. Sir bor ekan. Jim. Rayhon bor ekan. O, kapcholi kolbasasi bor ekan. Kolbasasi bor ekanmi? Parrix to'langan. Bizani pitsamizni yeb qo'ydingmi? Bizaniki. Nima bo'ladi? Yo'q, mahaliga yo'q. Shu yo'q. To'xta. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Nima buyurtirasiz? Maylimi ko'rsam? Az. Az. Xullas, menga muzdek bir stakan suv va 3 bo'lak bo'lka non. Bo'ldimi? Bo'ldi? Ey. O'zi dunyoga bir marta kelasiz-ku. A shuncha restoranga kelibsiz. Go'shtli ovqatlardan buyursangiz bo'lmaydimi? Xo'p. Pulingiz yo'q emas, bor. Ey, bu dunyoga bir marta odam keladi. Maza qilib ovqatlansangiz bo'lmaydimi? Xo'p dedim-ku. Mana go'shtli ovqatlardan ayting, o'zim pishirib olib kelib beraman. Nima buyurtma berasiz? Xo'sh. Qani? Menga bir chelak muzli suv, oddiy suv va bitta dona buxanka non. Bo'ldi? Ha? Shuncha gapni kimga devorga gapirdimmi? Ha, hozir olib kelaman. Gapida jon bor ey. Odam bir marta yashaydi. Maza qilib ovqatlanaman. Ey, suv muzdayroq bo'lsa? Mana, hozir. Ey, Assalomu alaykum. va alaykum assalom. Tinchlikmi, nima qidiryapsan? Shu adam rassom edilar. Ha? Shu rasm chizayotgan paytlari Ha. orqasiga pul bekitib qo'ygandi. Mabodo, shunda emas ekanmi? Bu yerda nima qiladi u pul? Ha? Yo'q bu yerda. Bu bir oyga rasmlar. Ko'rmadingizmi? Yo'q. Bor, yo'qol. Aniq. Yo'qol. Hop. Yo'q bu yerda, voy. Hozir bolagan qaynosan? Rasm orqasiga pul qo'yganman. Rasm orqasiga ham pul qo'yadimi? Rostdan ham yo'qmikan? Yo'q. Archan turishini qara, go'rsoqtaga o'xshab asabimga. Maktabam asabimga, jonimga tegdi. Oyim turg'izmaganlar har doimgidek 1-soatga. Hozir 2-soatga kirsam, ustozim turib oladi-da. Nimaga kechga qolding?
Qachon maktab bitiraman, qachon institutga kiraman, instan bo'lmaydi. Mayli de, yoqmayapti de. Kimam? Asabimga tegadi de. Qachon ham katta bo'ladi? Kim? Men ham dazmol qilish esimdan chiqqan. Toshilganimdan. To'xtagin. Nima Dilbar? Dilbar. Dilbar, yo'q Dilbar. Dilbar, ne eshitmaysan? Nima? Dilbar. Voysh. Mana qara, Dilbar. eshit gapni. Kecha bozorga bordik. Eshitgan gapimni. Birga bordik-da. Boshdan oyoq sarpo degan narsa bor. O'sha hammasi boshdan oyoq kiyinib keldi. Voy Dilbar. Krossovkalar, kiyimlar, yubkalar. Eshitgan gapimmi? Eshitib turgan. Ukam ham kecha yangi oldi. Zo'r. Chiroyli? Judayam yaxshi. Ikkalamiz bir xil qilib bir kun kiyim olsak Ha, nima bo'ldi. bo'ladi? Mana eshitdim. Eshitgan keyin gapirasan. San jim tur. Eshitdinglar. Kecha oyim bilan buchiqqa bordik-da. Boshdan oyoq jim tur. Dilbar, yo'q mana. Ko'p yo'q, uchib ketdi. Ismim Sharafat bugundan boshlab. E'tibor berdinglarmi? Sochimni kesdim. Dilbar. Jim tur. Bo'ldi, gapni Sochni eshitdim. kestirish moda bo'lgan. Qasqat kestirdim. Senlarga gapirgani foydasi yo'q. O'zi uyda ham qichkim. Bizlarga senlar eshitdim tur. Yonimga deydilar. Yo'q Dilbar, yo'q. Eshitdingmi? Yo'q. Eshitdinglar mana. O'tgan kuni parkka boruvdim-da. Maza qilib oyim bilan aylanib keldik. Kachilarda uchdik, zo'r narsalar ochilibdi-da. O'sha borib keldik. Maza qilib aylanib keldik. Keyin o'tdan Zo'r bitta gapimni eshitdim. yonimga deydilaring. Eshitading bo'lmasa. Senga bitta. Xullas, keyin yana botanika bog'iga bordik. Maza qilib aylanib keldik. Ajab bu. Voy, ajab bo'pti, ichking qoladi-ya sani. O'zsang hech nima yoqmaydi. Bo'pti qizlar. Ha, Men ikkinchi qavatga. Sizlar qaysi xonaga? nima qaysi qavatga? Bizlar mashitda qolamiz. Nima unda boshimni ortib, antan Dilbar deb baqirib kelyapsanlar. Bo'pti, gapirlaring, men davrimda. Men senlarga bugun gapirish huquqini berdim. Endi Men davrimda gapirib qolinglar. foydasi yo'q. Voy, rahmat. Endi kech. Endi kech. Nima kech? Gapirgan nima kech? Nima kech? Gapir endi nozlanmasdan. Nima kech? Mabodo oyog'ing isib ketmayaptimi? Endi turgandan keyin oyoq qiziydi. Fizika estetika. Xullas shunaqa. Nima qildi oyog'imga endi? Mana nima Yo'q, hech nima. Oyoq kiyimingni uyda qoldiribsan-a shekilli. voy. Shuning uchun gapni oxirigacha eshitish kerak. O'shaning uchun meni gapingni eshitishing kerak edi. Eshitish kerak. Biz senga aytmoqchi edik shuni. Ketdik qizlar. Uzr, Yuringlar. Voy, oyoq kiyimimni kiyish esimdan chiqib qopti. nima qilaman? Bolalar gapirmaysanlarmi shuni? Oyoq kiyim. Qanaqa bu uyga? Voy! Gap o'tyapti. Voy! Uy! Qalaysan, Bubi? Voy! Menga qara, Mubina. Nima? Har safar sen ko'chadan o'tsang, bolalar senga gap otadi. Ko'chirishga daftaring so'rab turadi-da. Nimaga mendan so'rashmaydi? Men ham 5 ga o'qiyman-ku. Aytgan siri nimada? Bo'pti, yur, aytaman. Voy, Ibram o'zlarini olalla-de. To'xtab tur.
Xullas, aniq kuni ketotdim-da. Ko'chada yursam. Eshit. Xullas. Begingni ko'rib qoldim. Menga qarab nima deganini bilasanmi? So'ragin. Nima dedi? Nima dedi? Shoshilmay, hozir aytaman. Shuni oldimdan chiqib qoldi. Menga qaradi, menga qaradi. Voy. Mubinayu. Qara hozir sutda ichalaman-da. Bittada qaraydi. Ko'ramiz. Daftarni ko'chirishga beradi menga. Ko'rdim. Kulma. Mubi, daftarni ko'chirishga bersana. Mubina. Xullas, begi chiqdi-da. Nima deysan-da? Bitta galla qo'ydim, yerda yotadi. Eshit, nima bo'ldi-ga? Voy, o'rtoq, mashina yemagin. O'rtoq, qarab bitta kunda tug'ilganmiz. O'la yemagin. O'rtoq, mashina yemagin. Bir kunda tug'ilganmiz. 1 yilda tug'ilganmiz. Semizligingni qara, sana oldinda chala tug'ilganga o'xshab qo'yaman. Keyin birga yurolmayman sen bilan. Unaqa qilma menga. Yema dedim senga. Yema dedim. Yema. Kattaligingni qara. Sahir bo'lib qolasan. Yema dedim. Shunaqa ham nafsi tuzuq odam bo'lasanmi? Qade. Voy, o'rtoq nima bo'ldi? Tiqilib qoldingmi? Meni qo'rqitma o'rtoq. Tiqilib qoldingmi? Voy, o'rtoq, to'xta. Eshitsan, menga gap o'tyapti. Ko'tarishni eshitsan? Qara. Voy, yo'q, bu tiqilib qoldi. Menga gap Chiqar dedim. Voy, qara. Qoldi. Yo. Mana. Qara orqaga qara. Gapimga kirmaysan. U rostdan tiqilib qoldi. Bilmasan, menga gap o'tyapti. Deysan baribir. Qara, mana gap o'tyapti. Voy, tiqilib qoldi. Nima bo'ldi? Ha, semiz. Ho'kiz, gap o'tsa bo'lmaydimi? Yur oldimga tush. Men uni gap o'tsam. Hey, maktabda kim o'qiydi? Stop! Mayli ko'rinaydi, hech kim yeb ketibdi, shu rost. Bitta dona ichkisini Boshidan. Parod qilmamanmi? Parod bo'lmaydi. Parod bo'ladi. Parod qilmama. Stop. Stop. har kuni nima Boshidan. menga yuqtirdi yana menga yuqtirdi. Qachon bitta lekin. Yes.